Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz JavaScript'dagi array yoki qator hukm bilan tanishib chiqamiz. Biz sonliq ma'lumot tiplarini o'tgan vaqtimizda bu qator to'g'riliq to'xtalmagan. Shunga bu mazmunlar bizning keng so'zlaydigan cookie degan mazmunni ishlatishimizga munosabatli bo'lganligi uchun biz ash darsdan burun bu array yoki qator hukm bilan tanishishni loyiq topdik. Qator deganimiz bu sonliq ma'lumotlarning qatorini ko'rsatadi. Oddiy bir misol aytib boqayli. Masalını o'tir tırnaqning ichida buningga yo'llasak, masallar degani array yoki qator tipli bo'ladi. Endi bu qator tipli o'zgarguchilar, mana son, tekst yoki boshqa tipli qashnaqa sonliq ma'lumotlarni o'zida saqlay oladi. Endi buni ziyorat qilmoqchi bo'lsak, qatorning indeksi yoki qatorning shu red nomeriga asosan ziyorat qilamiz. Programmachilikda red nomeri 0 dan boshlanadi. Bu ham bizning ko'ngan 1 dan boshlaydigan odatimizga sal o'xshamaydi. Shunga shunga odatlanib ketsanglar, bu qatorni ziyorat qilish qulay. Masalan, bu sonlarning birinchi elementini ziyorat qilmoqchi bo'lsak, biz birinchi elementni besib chiqaraylik. Document write sonlar degandan keyin shu o'tir tirnoqni yechib 0 desak, birinchi elementni ziyorat qila olamiz yoki birinchi elementni besib chiqara olamiz. Qaranglar, hozir 0 desam, mana 1 besilib chiqdi. Endi 5 ni besib chiqarmoqchi bo'lsak, 2 desak bo'ldi. 3-chi elementni besib chiqarmoqchi bo'lsak 2 deymiz. Eng oxirgi elementni besib chiqarmoqchi bo'lsak 4 desak, oxirgi elementni besib chiqardi. Bu hamda qatorni qurish ham ziyorat qilish usuli. Endi qatorni mavo sonlidan tuzilgan bir qatorni tuzab baqdik biz. Hamda tekstdan tuzilgan qatordan birini tuzab boqaylik. Masalan, kitoblar deb kitoblar is uyg'ongan zamin tirilish degandek kitobning ismlarini yozdik. Kitobning ismlaridan tuzilgan bir qatorni tuzdik endi. Buni ziyorat qilish usulimi o'xshashlar, shu sizga qatorning ismini bergandan keyin uning keyiniga o'tir tirnoq bilan red nomerini bersak bo'ldi. 0 desak, birinchi kitob besildi. 1 desak, ikkinchi kitob besildi. 2 desak, uchinchi kitob besildi. Bu ziyorat qilishning usuli. Endi qatorni qurishninki mavo biz bevosita qatorning ichiga qiymatlarni yozishdan boshqa avval quruq qatordan birini qurib olib, andan keyin uningga qiymatlarni bir-birlab berish shaklda qurishmi bor. Masalan, biz mashinalar deb bir qator qurib olaylik. Bu qatorimizni avval quruq deb imzolab, andan keyin mashinalar degandan keyin birinchi elementiga masalan BMW ikkinchi elementiga Benz deb bundoq berib boqaylik. Bergandan keyin endi buni ziyorat qilib boqaylik. Yana o'xshash document write deb qiymatni besib boqaylik biz. Qiymatni mashinalar degandan keyin birinchi elementni besib boqaylik. 1 desak, ikkinchi element chiqdi-ku. 0 dan boshlanganlik uchun. Qarasanglar, bu Benz degan besib chiqdi. Demak, qatorni qurishda bunda bevosita bu shaklda qursak ham bo'ladi yoki avval quruq qatordan birini qurib olib, andan keyin uning ishiga red nomeri bo'yicha qiymatlarni berib, mana shaklda qursak ham bo'ladi. Yana bir xili ham new degan ochiq so'z bilan qurish. Bu qanday bo'ldi desanglar, o'xshashlar. Masalan, ayvallah deb bir qator quraylik. Tang deymiz, new deymiz, andan keyin
array deb bunun ichiga masalan mushuk, chashqan degandek bu şekilde qursak mı bo'ladi. Mana new array deganni qistirib, mana şekilde qurush usulim bor. Buningki unumi shu boshda biz bevosita qimmat bergan bilan o'xshash, faqat bevosita qimmat bergan vaqtimizda bu yerga o'tir tirnoq ishlatgan bo'lsak, mana new array deb bersak, bu yerga yalang tirnoq ishlatamiz. Shunga diqqat qilsanglar bo'ldi. Endi buni sinab boqaylik. Buningki masalan biz chashqan deganni besib chiqarmoqchi bo'lsak, element nomeri 1 bo'lishi kerak. Chunki 0 dan boshlaydi. Qarasanglarmi, chashqan besilib chiqdi. Endi ma'lum bir qatorning ichidagi barliq elementlarni ziyorat qilishning oddiy usuli. Biz endi birdan ziyorat qilamiz desak, masalan, ma'noda avval 0 nomerliq, ondan 1, 2, 3, 4 deb 5 sonini ziyorat qilish uchun 5 qur bir narsa yozishimizga to'g'ri keladi. Endi uni biroqlam chiqarmoqchi bo'lsak, biz for degan davriylikni ishlatsak bo'ladi. Endi for davriylikni ishlatib, masalan, a sonini biz besib chiqarib boqaylik. Bunun ikki xil usuli var. Birinci xil usul for degandan keyin masalan ayning qiymati dastlabki qiymati 0, andan keyin ay andan nechta element var? 5 ta element var. Ondan keyin 5 dan kichik desak bo'ldi. Andan ayning qiymati 1 dan eshitmang son dedik. Endi for'ning gavdasining ichiga document write deb salla ay deb yozib qo'ysak, shuning ayinci numarliq, ya'ni ay 0 olgan chog'da 0 numarliq, 1 olgan chog'da 1 numarliq, 2 olganda 2 numarliq elementni besib chiqaradigan ish bo'lgan ekan. Bu for davriylik bilan 1, 3, 5, 7, 8 deb buni 5 a'zosini ziyorat qildik. Bu endi birinchi xil usul. Endi ma'noliq quratlab chiqarmoqchi bo'lsanglar, ma'ning keyiniga quratlash belgisi qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Biz for davriylikni yozgan vaqtimizda for in deb bir xil shaklni yozgan. Masalan, for a in salla desak, shu salla deganni bir qatim aylanib chiqadi bu. Endi a'ning qiymati nima bo'ldi? Bir qarab boqaylik. A'ning qiymati document write a deb besib boqaylik. Bunga qo'l tashlash belgisi qo'shib qo'ying. Ziyorat qilsak, bu 0, 1, 2, 3, 4 deb bu nimani oldi ekan sonlar? Ret nomerini oldi ekan. Ret nomerini olgandan keyin biz endi sonlarning o'zini ziyorat qilmoqchi bo'lsak, qanday qilsak bo'ladi desanglar, for in ni ishlatgan vaqtimizda sonla deb keyiniga bundaq mana ret nomer qilib bersak, o chog'da sonlarning o'zini ziyorat qila olamiz. Shunga mana in ni ishlatgan vaqtimizda JavaScriptda ma oldidagi bizning qo'yib qo'ygan o'zgaruvchimizga mushningki indeksni bir ekan deb tushunsanglar bo'ldi. Shunga o'xshash usul bo'yicha biz yana bir kitoblar degan sonlar qatorini ziyorat qilib boqaylik. Kitoblar deganni ziyorat qilmoqchi bo'lsak, for masalan kitob nomeri deb qo'yib qo'yaylik, mana shuni ish qilish uchun. Kitob nomeri in kitoblar dedim. Ondan document write kitoblar degandan keyin ret nomeri kitob novos bo'ldi. Anadan keyin qurt tashlaymiz. Nasıl qilsak, uyg'ongan zamin tirillash deb mana 3 kitobning ismini bizga chiqarib berdi. Bu endi
for in devridagi bilan qatorni ziyorat qilish usuli. Endi bu qatorninki elementlari obyekt bo'lsin bo'ldi. Obyekt degan masalan bizningki sonlar deganimiz bir qator tipli obyekt. Endi bu obyektni yana bir sonlar qatorining ichiga qo'yg'ili bo'lamdi desanglar, qo'yg'ili bo'ldi. Masalan, yangi qatordan birini izolaylik. Let deb son va kitob deb bir obyekt izolaylik. Buning ichida sonlar degan narsa bo'lsin, ondan kitoblar degan narsa bo'lsin. Bu hamda hozir bizning izolagan qatorimizning ichida sonlar degan bir qator, ondan kitoblar degan bir qator, ikki qatorni o'z ichiga olgan yana bir qator bo'ldi endi bu. Endi buni ko'rib boqaylik. Ziyorat qilish uchun masalan buningda document write deb son va kitobninki 0 desak, masallarni ziyorat qiladi. Endi uninki sonlarning birinchi elementini olmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz desak, buning keyiniga yana nomer bersak, mana shaklda. Bu hamda ikki o'lchamlik sonlar qatori bo'ldi hozir. Shunga buni ziyorat qilish uchun mana 0-chi elementninki 0-chi a'zosini ziyorat qildik. Hamda birinchi elementninki birinchi a'zosini ziyorat qilsak, 0-chi a'zosini. Birinchi elementninki 0-chi a'zosini ziyorat qilsak, u biz degan roman bo'ladi. Buning ikkinchisini ziyorat qilsak, atirlashgan roman bo'ldi. Bu hamda mana obyektdan tuzilgan qator. Shunga qator degan buning elementlarining ichida har xil tipdagi elementlar bo'lishi mumkin. Shunga bu xil ehtimollik bor ekan deb bilib olsanglar bo'ldi. Hamda qatorning uzunligini bilish uchun qanday aniqlashga bo'ldi desanglar, qatorninki length deb bir xosligi bor. Length degan inglizcha uzunlik. Masalan, son va kitob length desak, buning uzunligi 2 deb chiqarib berdi. Hamda son va kitobninki mana 0-chi elementninki uzunligi desak, buni 5 deb chiqarib berdi. Birinchi elementning uzunligi desak, buni 3 deb chiqarib berdi. Bu hamda sonlar qatorininki uzunligini bilish usuli. Hamda uzunlikni bu xil usulda aniqlig'ili bo'lganligini bilib olgandan keyin biz mana for davriyligininki mana shaklda elementlarni ziyorat qilmoqchi bo'lsak, qanday ziyorat qilsak bo'ladi desanglar, bu yerda masalan ay 0 dan tortib 5 gacha deb menga muqim qiymat bergandan biz sonlar deganni ziyorat qilgan bo'lgan ekan, bu yerda sonlarninki length deb olsak, shu uzunligi qancha bo'lishidan qat'iy nazar hammasini besib chiqaradigan bir kod oldu ama hozir 5 elementni besib chiqarib berdi. Biz endi buningga o'zgartirish kirgizib, bundaq ko'p elementlar bor bir narsa qilsakmi, programmamiz ham buningga moslashaverdi. Chunki biz menga muqim son bermadik, buningga shu qatorninki uzunligini berdik. Shuni hozir bossak, bu avtomatik yana besib berdi. Bu hamda qatorninki uzunlik xosligini bilish uchun length deganni bersak bo'ldi ekan deb bilib olsanglar bo'ldi. Yani shunga qatorninki birinchi elementni ziyorat qilish uchun 0 deb bersak, eng oxirgi elementni ziyorat qilish uchun qanday qilish to'g'ri keldi desanglar, uzunligidan birini elib etsanglar, eng oxirgi elementni ziyorat qilib bo'ldi. Masalan, document write sonlar deb sonlarninki uzunligidan elib etdik birini deb mana shaklda ziyorat qilsak, eng oxirgi elementni chiqara olamiz. Mana uzoqlashtiray. Qarasanglar, hozir 383 degan ma'noning eng oxirgi elementi qo'y. Eng oxirgini ziyorat qilish uchun uzunligidan birini chiqarib etsanglar, shuni ziyorat qila olasizlar. Endi qatorga yangi bir elementni qaytish uchun qanday qilamiz? Masalan, kitob tizimligiga biz yangi bir kitob qatmoqchi bo'lsak,
kitaplar. Bu JavaScript'te push deydigan bir xil usul bor. Push deganni qo'llanib, buning ichiga yangi bir kitapdan birini yozsak, masalan, Baldur Oyg'ongan odi. Endi kitaplar deganninki ma 3 tal kitap batdi burun. Burun qatarga biz birini qatqan bo'ldik. Endi kitaplarni ma buru yozib qo'ygan ma kodimiz bilan ziyorat qilib boqaylik. Qarasanglar, ma bizning push degan buyruq bilan qatqan Baldur Oyg'ongan odam degan kitobimizmi ma qatarimizda chiqdi hozir. Bu hamda qaytishning bir xil usuli. Yana bir xil usul nima desanglar, kitaplarda 3 tal kitap batdi. Şuna ahırkı indeksi 2 bo'laddi. Hamda biz 3-chi indeksga ma kitapni qaytib bersekmi, ma xil shekildimi qo'shqili bo'ladi. Bu şekilde qo'shgandan keyin qarasanglarmi yana o'xshash. Şuna hamda ma element nomeri bo'yicha yana qo'shsanglar bo'ladi yoki shu kitaplar degandan keyin push deb andan qassanglar bo'ladi. İkkilisini yozib qo'yay, bilishinglar uchun. Bu hamda qatarga yangi bir elementni qo'shishninki ikki xil usuli. Biz ustida array qurishninki birisi bevosita mana o'tirdiqning ichida qimmat yo'llab array qurish bilan yana birisiga new array deb yalang tirnoqning ichida mana qimmat beradigan ma ishni ko'rsatdik. Endi sonlardan tarkib topgan bir arrayni qurishda diqqat qiladigan bir nuqta bor. Masalan, birlam elementi bor. Qatar qo'ymoqchi bo'lsak, masalan, men number deb birlam elementi bor. Masalan, 4 degan elementi bor. Bir qatar qurdim. Endi buni men besib boqay. Document write number deganninki 4-chi element deb bossam, bu 4 deganni bosdi-ku. Bunda normal bir tanlam elementi bor. Bir qatar qurildi. Endi new deb qursak, number teng new array bunun ichiga 4 qo'ysak, ash 4 tanlam tuzilgan array qurildi deb o'ylab qo'yishinglar mumkin. Bu xato. Bu hamda arrayning uzunligi deb to'nib oladi ma xil shaklda. Keyiniga birlam son kelsa. Shunga bu chog'da qurilgan narsa 4 quruq elementi bor bir qatar bo'ladi. Endi pastkining 0-chi elementini ziyorat qilib baqsak, bu izolanmagan deb shaklda chiqdi. Endi buningki uzunligini ko'rib boqaylik biz. Number deganninki uzunligini ko'rib baqsak, bunun uzunluğu 4 deb chiqadi. Shunga bu uzunluq 4 bo'lgan quruq qatardan birini quradigan buyruq bo'ldi. Shunga endi buni ma'noga o'xshatib qo'ymanglar. Ma'no bilan o'xshash deb o'ylab qo'ymanglar. Lekin ikki talsam bo'lsa, array 4 5 deb. Ma shaklda bo'lsa, u chog'da ma'no uzunluq deb to'nimaydi. U chog'da 4 bilan 5 dan tuzilgan bir array bo'ldi. Bu chog'da masalan ma'no uzunligini ko'rib boqaylik. Uzunluğu 2 deb chiqdi. Ondan bunun 4-chi elementini ziyorat qilsak 4, 1-chi elementini ziyorat qilsak 5 deb chiqdi. Bu normal bo'ladi. Yani birdan ortiq elementi va arrayni qurishda new array deb ishlasak bu yoki bevosita qimmat bersakmi o shakl o'xshash. Ammo bir tanlam elementi bo'lsa, new array ishlatgan vaqtingizda diqqat qilsanglar bo'ldi. Bu endi qatardagi diqqat qiladigan bir nuqta. Şunun bilan bugungi darsimiz tugadi. Allohga omonat.